Bormayman xotingina, bormayman. O'zi qo'limdan tushib ketsin-da. O'ya kirsam urasan, bormayman men. Uka? Opam keldi. Kelin. Xalaskorim, opajonim keldi. Ha, endi opam keldi, ura olmaysan. Opangiz ketsin, keyin gaplashaman siz bilan. Keling, opa. Yaxshi keldingizmi, opa? Ha, yaxshi. Opam keldi, endi xotini gazini beradi. Abi hamshiradan eshitibman, ukam urib yurgan akaningiz? Ay, yo'q, odamlar quloq solmay ko'ra olmaslik ketadi. Yo'q, opajon, yo'q tavba deng. Qarang-da, biz erga tegib ketgan bo'lsak ham tirikmiz. Hali o'lganiga yo'q. Voy. Xotin qo'limdan tushib ketdi. Opang, qo'llardan tushib ketdi. Ha, zarari yo'q, yaxshilik. Yaxshilik. Mayli, tinch o'tiringlar, men ketdim. Opa, yana 1-2 soat o'tiring qani. Jiyanlaring o'qishdan qaytibdi, ovqat-paqutim qilay borib, sog'bi. Opa, to'xtang, ketmang. Siz biling. Dadasi? Ha, xotin. Yo'lani men sinab deysiz? Yaxshilik. Ha? Xotin.